Krem. Qanday obdan tudalım ha? Av kep kapsın Yusuf Gülden. Keldim ayna. Sizga qattiq bir hojat bilan keldim. Ko'nglim qattiq ranjidanma, yerda qilsam. Dağla acı dağla çıkmaz. Yerda qilsam bo'lmaydi. Mana atamning tug'ilgan kunimda danglar. Mush tug'ilgan kunimga etchinishlik qilib yoq sho'x qilib bir tabrik so'z deb bersanglar bir chambiraklarga chiqib bir taqtaydigan. Shunda bir tuk yo'q, işte avar qilmasanglar deb. Bu qanday tuk yo'q shu ta bu qalamga. Men yilda bir qatim o'tkazib tug'ilgan kunimda. Xalqlar bir mashinaning yangisini asrab bir tabrik so'z degizitgan. Xotinini ojishib kelsa video kuzatgan, to'y qilsa video kuzatgan. Men de yilda bir qatim deb berdim. Qattiq xafa deb bersanglar. Butu deb beradi. Deb bitqansizlar? Deb bermelekin ma baha o'xshamaydi. Hayajonlanib turibdi, chin yurkamda ma qarindishimning deb turib desam baha qiymat, do'stimning desam baha azan chiqdi. Eng no'si deb biringlar. Sizga ko'nglim bor, ati qag'inda so'ng'i baga chiqamiz ifodlayapman. Hammasi deb biringlar. Azma qarindishim deb turib qilsam boshqalarga 3000 qo'yib bergan, sizga 2500 qo'yib bermoqman. U joyda chiqib qolamiz. Deb biringlar. Başlandı. Yaxshi bizlar ko'pchilik, shu 100 yildan qarindishim, tuqqanim, akam, og'inam. Nimki, qutlug' tug'ilgan kunimni shu chin yurkamdan tabriklayman. Qarindishim bundan keyin menga ro'naq deb ketgan. Rahmat. Men yanangda bo'lgan bo'lsa tag'in Facebookda. Maylamda xatchiga men endi bor. Yozib qo'y. Rahmat lekin akama qilolmay. Rahmat. Biz pul berishni uvatasiz. Uni men to'xtamni men mana bir chamberlikga chiqib, jiddiy hozir oltin vaqt hozir. Mana chamberlikga chiqib nima qilay? Bakma. Vay yine nim bo'ldi Yusuf Gülden bu tabrik sözünü deb berdi 4 saat doldur bidemdi kemsizlar yana nim bo'ldi birayda nas çalaqanmata. Sizlarga qattiq bir hojat bilan kelishim hozir. Ko'nglim qattiq yerdan qilmasam tig'im yerim bo'lib ketdi men ko'nglim. Bu nima hojat voy ayni dama. Mana olmoqchi bo'lgan mabad baynali qizlar. Hamda shu qizlarninki yiroq bir yaqin tuqquni bayam tuyuqsiz tugab ketibdi. Hamda buning qanda ko'nglimni bildiraman deb o'ylab baqsam, tug'ilgan kunimga men sho'x deb berdim o tabrik so'zni. Hamda shu tuqqunimizdan bu tugab ketganini bir xotirlab bir tabrik so'z deb bersamlar, shu bir dunyochalarga chiqib bir ko'nglimni bir bildirib olay degan. Maqatim qapotmi deb bersam. Vay adasiz kallanın bir dadı var kallanın bir kıltansın mı acak bir mekan mesela gizgidi kopmasılar. Ha? Zağın başka ne mesela? Vay bu tuğulgan günü tebrik sözü dilgen bu ülep kalkanın bu ne mi tebrik sözü dikmez ha bunun ha? Ya bu tebrik sözü emas, qayg'uluq söz deb bersamlar. Ko'nglimni bir bildirib olsam shu tuqqunimiz bor. Vay zağın başka kalkmay çıkın la daşmayın la. Ay. Bak men sizlarni qattiq yaqin deb o'ylayman, men xatolab qoldim. Bir deb beraman, men bir ko'nglimni ifoda qila olay. Bakmagan iş tutsa bu. Abi artist bola deganimda qilmaganni qildi. Ha bununki pulosunu. Pulda chataq yo'q ay. Pul deb tursa ki artist bola. To'xtama ha. Başlagamsa. Başladı. Yaxshimizlar ko'pchilik, ben yaman bo'ldik. Bu 100 yildan tuqqunimiz, qarindishimiz, shu akamiz, og'inimizningki, amoqchi bo'lgan qiz do'stininki, yiroq bir tuqqunning, yaqin bir tuqqunisi ülep ketganligini chin ko'nglimdan tabriklayman. Bu bo'ldi bu bunda desek, to'xtama. To'xtama artist o'g'aning azab bir ta'sirlik deb baqala. Başlamamız ha. Başlandı. Hammalı haptan tutamam ko'pchilik. Ben yaman bo'dakdan hammalı otluk salam. Şu 100 yıldan akımızınki, qarindishimizning, kichigimizdan boshlab yotgan yetib cho'ng bo'lgan akamizningki, shu amoqchi bo'lgan xotinisininki, yiroq bir tuqqunning ulab ketganligini, muvaffaqiyatli o'lganligini chin ko'nglimdan tabib. Va bo'ldi bu. Va chiqa dashmaga. 5 adam bo'lgan buni. Chiqa dashmaga. Men 5 ta ishlatay, 5 ta kesib. Mana 5. Chin zavqman yutilgansan. Voy endi qanday qilsa qadam. Hammadan qutqarishgan bu bizni qildi. Biz qilmaymiz adashoy. Ya 5 adam.
Bu cım kalsın bittan sonra acak tehlike var.